Turk turmush o'rtog'im bilan Koreyada yashashda yaxshi tomonlari har doim dasturxon to'la. Turk insonlar ovqatni bunchalik yaxshi ko'rishlarini oldinlari umuman bilmasdim. Ayniqsa nonushta qiladigan bo'lsak, dasturxonni to'ldiradi. Ma'lumot uchun men bitta ramyonga ham to'yadigan insonman. Keyingi yaxshi tomonlardan biri ota-onasi hayotimizga aralashmasligi. Qaynotam hayotimizda nima bo'layotganini bilib turadi, lekin hech qachon o'zini fikrini bildirmaydi. Bu ishni qilsalaring yaxshi, u ishni qilsalaring yaxshi degan gap og'izlaridan chiqmaydi. Yoki mana shunday qil deyishmaydi. Uchinchi yaxshi tomonlardan biri, bunisi meni juda ham shokka tushirgan, hech qachon kutmagandim. Turk erkaklari juda ham rashkchi bo'ladi, lekin sog'lom rashk qiladi. Ya'ni asabingizga tegib rashk qilmaydi. Bu videoda ko'rayotganlar bir narsani unutmanglar, o'zbek erkaklari bilan turk erkaklarini solishtirmayapman. Men shunchaki mani o'zimni turmush o'rtog'imni yaxshi tomonlarini gapiryapman. Va oxirgi yaxshi tomonlardan biri, bu hayotga jiddiy qarashmaydi, doim hazil-huzul qilishadi. Ya'ni xursand bo'lib yashashga harakat qilishadi. Shunaqa gaplar.